Vatanni sevmoq iymondandir. Assalomu alaykum O'zbekiston. O'rik bog'da, Shaftoli bog'da damda olgansiz, lekin mana bunaqangi so'rilarni bog'ida aniq dam olmagansiz. Qadrdonlar, so'rilarni bog'iga tashrif buyurganmiz. Nomiradigan ustakalarimizdan bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi so'rilarni? Bir kishi bemalol u yoqdan bu yoqqa olib qo'yadi. Endi kendoyjonlarimiz, dadasi so'rini olish voring deb sizni bezovta qilmaydi. O'zi shuni sudrab oladi, tagini supurib qo'yadi. Soya joyga olib qo'yadi, qadrdonlar. Lola bog'ida damda olib lolani tergansiz, lekin mana bunday so'rini bog'ini ko'rmagansiz. Operator ketdik. Eng zo'ridan, eng sifatlisidan. Qadrdonim, mana buni qarang. Namangan lolaga kelganmiz, akalarimiz shuni mehnat qilibdiki, qishi bilan mehnat qilib, bahorga xalqimizga bir mazza qilib, sezonida dam oladigan kachelalar, so'rilarni xalqimizga yetkazib beraylik deb. Qadrdonim, qaranglar. Fasoli qayta takrorlanmas. Nomiradinidan. Bunaqangi fasollarni birinchi marta ko'ryapsizlar. Boshqa joyda takrorlanmagan va birinchi marta ko'rib turganlaringdan bo'ladi. Arzon optim joydamiz. Hozir mana shu mutaxassis akamiz bilan birgalikda narxlari, dastavkalari, razmerlari zo'r qilib yoritib beramiz. Tajribali ustalar kanali sizlar uchun eng arzon joylarini qidirib video qiladi. Shu mehnatni qadrlab qo'ying, qadrdonim. Mana shu mehnatni qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, Kabatullohni ushlasin. Boshladi akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdonlar, videomizni boshladik. Assalomu alaykum Jahongir aka. Assalomu alaykum. Aka. Siz aka? Qo'lingiz dard ko'rmasin akajonim. Assalomu alaykum, oldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Sezonni boshlab oldilarmi aka? Sezonni boshlab oldi. Bu safar ozgina kechib ketib qoldi. Nimaga desangiz, bu yerda ko'p assortiment. 70 xil assortiment bor. 70 xil. Mashalloh. 70 xil assortiment bor. Ichkarida ham bor. Prosta bu yerga bu yoqqa ham qo'yib, bu yoqqa ham qo'yib sig'madi. Sig'madi. Ichkari rasmlari bor, rasmdan tashlab beraman, o'shani qarab ko'rinaveradi. Gap yo'q akajonim. Akajonim, bizni obunachilarga. Bu kravatlaringiz nech puldan nech pulgacha bor va mana bunday kachilalaringiz nech puldan nech pulgacha bor? Kravatlarimiz 3 million so'mdan boshlab yo'q ko'tarilib ketaveradi. 3 millionlik kravat yaxshi xizmat qilmaydi. Nimaga desangiz, 3 ga 2,5 qilib turib normal material ishlatmasangiz yaxshi xizmat qilmaydi. 4,5 million so'm, 4 million so'm shunaqa kravatlarimiz bor. Hop, kachelarimiz 2 million 700 ming so'mdan 550 dollar, 1000 dollargacha bor. Bor, mashalloh. Chiqib ketaveradi. Chiqib ketadi, hamma tabi har xil. Bir xillarga qimmatroq narsa yoqadi, bir xillarga arzon pishiq narsa. Hammasi lekin arzon ham o'sha xizmat qiladi. Akajonim, arzonidan boshlaylik. Bo'ldi gap. Biz obunachilar uchun aka, hamma arzondan boshlaymiz. Naryoqdan kelarkanmiz bo'lmasa, degiz aka. Buni ustidan ham bor, buni ustidan ham assortiment ko'p. Sizga o'la spes tayyorlab qo'ydim. Juda chiroylilari bor. Juda chiroylilari bor. Alloh rozi bo'lsin. Mana buni qaranglar. Xo'p, mana unisi bor, mana. Juda chiroyli, hasham, bejirim. Mana stokalar 8 ga 8 bo'lgan, 6 ga 4 bo'lgan. Stok 8 ga 8, 6 ga 4. Siyomli bular hammasi. Yechilib yig'iladi. Bo'ldiga aka, yig'ishtiriladi. Rossiyskiy taxta bo'ladi, sasna. Mana rossiyskiy taxta bo'ladi, 6 ga 4 bo'ladi. Mana o'zi arzonroq-da bu. Hop, ikkiga mana 8 ga 4 o'zini qo'yib qo'ymaganmiz. Dababga qo'yganmiz, ikki tarafga dababga, ustiga chiqqanda likillamasligi uchun bu ham. Uchtadan 6 ga 4 lagalari bo'ladi. Noshkasi ham bo'ladi, yerga, noshkalargacha bo'ladi. Bularni 3 ga 2,5 lari xuddi mana mashina qilib chiqarib beraman, 4,5 million so'mdan chiqarib beraman. Bundan ham arzonroq qilib chiqarib beraman, bundan ham arzonroq 3,5 millionligi ham bor. Lekin 1 yildagi kravatiga deb so'kkandan undan 300 ming, 500 ming, 1 million qo'sh normalligini olgani yaxshi. Mendan olishmasa boshqasidan olsam normal pishiq narsa olish kerak. Gap bo'lishi mumkin emas akajonim. Xo'p. Bunisi keladigan bo'lsa, bunisi ham 4,5 million so'm. Lekin vodiy bo'yicha besplatin dastavkasi. Shuni ichida dastavkasi hammasini vodiy bo'yicha Toshkent, Samarqand, Buxoro kelishadigan bo'lsa, 300 ming so'mdan 500 minggacha olib ketadi. 500 mingini hisobini olishaveradi, 700 mingga olib ketadi. Lekin 200 ming yonimdan qo'shib 500 ming so'm minida olishaversa miyalarda. 500 ming so'm dastavkasini hisoblab turib zakaz berishaveradi bemalol. Alloh rozi. Buni ham mana bejirim qilingan. Oldilari mana mashinasi 25-22 sm chiqadi. Lekin xuddi mana mashina 4,5 million so'mdan chiqib ketgan. Bunisi ham 4,5 million so'm. Rangi boshqacha buni, dizayneri boshqacha, 4,5 million so'm. Aka, necha kishilik endi bu so'rilar? Bular bemalol ustiga chiqib, hop 10 kishi, 8 kishi o'tiraveradi. 3 ga 2,5, lekin 3 ga 2,5 dan katta Begizat aka. 2,60 ga 3,20, 3,10 chiqadi, 3 ga 2,5 dan sotaman. Gap bo'lishi. 3 ga 2,5 dan sotiladi bular. Boshlab qo'ya qolay, undan qimmatroqlari mana ular.
Xo'p, mana bu narsa 3 ga 2,5. Mana 3 ga 2,5, stokalari 10 ga 10, yo'llari 8 ga 10, oldilari 10 torli. Mana narigiga qaraganda sal ozgina material ko'proq ketgan. Ikkiga mana joylarga ishlov berilgan, jemsh kraska sepilgan. Yig'iladi bular ham. 5,5 million so'm. Vodiy bo'yicha dastlabkasi bor. 5,5 million so'mdan chiqqan. Hop, ikkiga mana narsa syomniy holati. Mana xom holati mana. Ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Kravatni mana lagalari 3 tadan. Mana. Bitta, ikkita, 3 ta. Ustiga chiqqanda noshkalargacha bor. 3 metrli taxtani 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta, ikkiga 5 ta reka, 10 ta narsa ushlaydi. Rekasi ham bor 3 metrli. Ikkiga bo'linadi taxtasi. Shpon taxta bo'ladi. Boltgaki syomniy ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'laveradi bularni ham. Mashallah. Bitta mana darvozanikidan ishlatilgan, hammasiga orqalaridan ko'rsatsangiz bo'ladi. Bizda sifat bir xil, hammasiga 4 millionlik ham o'sha sifat, 1000 dollarlik ham o'sha sifat ketadi. Mana sifat bo'yicha juda chiroyli chiqqan. Orqa taraf dovonda qolib ketadi deb xiyla ish qilinmagan. Buni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Xo'ja joyidan ko'rsating mana. Gap yo'q akajon. Qish mavsumida xolasi yig'ishtirib olib ham qo'yaradi, to'g'rimi? Yig'ishtirib olib bo'ladi. Isuzuga joy bo'ladi. 40 sm joyga uyga olib ketgandan keyin qish payti 40 sm joyga joy bo'ladi bular hammasi. Hammasi shu yerdagilar, hammasi syomniy bo'lgan. Mana bu narsa bor. 3 ga 2,5 razmer dizayneri. Dizayner kelsa bularniki boshqacharoq bo'lgan. 5,5 million so'mdan bular. Buni Salmanga boshqacharoq qilib ber deyishadiganligi 6 million so'm atrofida chiqadi. Yog'ochlar rossiyskiy sasnami? Rossiyskiy sasna bo'ladi. Samarezda tortiladi, miqda tortilmagan. Shpon taxta mana ko'rsatsan, yaqindan ko'rsatavering, bexijolat bizani ishlarga. Bexijolat. Shpon taxta bo'ladi, lak zapanasi sepiladi. Ikkisini ustidan lak sepiladi bunga. 2 li taxta bo'ladi. Mana buning fasoni ham o'zgacha chiqdi. Juda chiroyli chiqqan. Bu ham 5,5 million so'mdan. Bunisi ham 5,5 million so'm, bunisi ham 5,5 million so'm. Shokoladli svet bor, mokriy bor, zangor svet, stokalar boshqacha bo'lgan, ko'rsatsangiz bo'ladi. Buni ham hozir bundoq qilib 100 ming, 200 ming, 300 ming nari beri chiqqan bular. Lekin bir xil narx 5,5 million so'mdan ketaveradi. Akajon, misol uchun bog'da turibsiz deysiz-ku, o'sha bog'da turibsiz. Akajon, misol uchun ko'p foydalanishga olaman deganlar yoki foydalanishga olaman deganlar juda ko'p. Olaman deganlarga Juda ko'p olaman degan. Foydalan. Toshkentda bor, Qashqadaryoda bor, Samarqandda bor. Juda ko'p foydalanishga olib chiqib ketishadi mana 20 ta, 15 ta olib chiqib ketishadi mendan. Gap yo'q. Bir xil lekin, bir xil. O'shalarga ham o'sha narx qilib beraman. 100 ming, 200 ming nari berib bo'lishi mumkin, lekin o'sha narxdan chiqadi. Kimlargadir mana dizayner yoqadi oldilari. Mana kimgadir shokoladni sevadi, kimgadir zangor sevati yoqadi. Kimgadir mana unisi yoqadi, mana bejirim bu ham. Bir-biriga o'xshamaydi, vobshe. Bunisi boshqacha dizayner, bunisi boshqacha dizayner. Ko'rsatsangiz bo'laveradi yaqinroqdan bularni ham. Alloh rozi bo'lsin. Fasonini qaranglar. Takrorlanmas fasonlar, yangi. Bunisi bor 3 ga 2,5, 5,5 million so'm. Stokasida farqi bor. 10 ga 10, buni 8 ga 10 torli bo'lgan. Yo'q, menga bundan emas, menga boshqacha qilib ber, mana oldini bunaqa qilib ber deydiganlar. Bunisi ham bir xil 5,5 million so'm. Mana u 100 ming, 200 ming nari berib bo'ladi, lekin bir xil. Buni hozir bitta hali tushuntirish ishi boshqa qilgandan ko'ra hammasi 5,5 milliondan qo'yib yubordim. Bunisi ham 3 ga 2,5. Bu ham juda chiroyli chiqqan. Mana stoliga keladigan bo'lsa 2 metrligi 2 million 300 ming so'm, 2 metrligi 280 ligacha bo'ladigan bo'lsa 260, 280 bo'ladigan bo'lsa 2 million 600 ming so'mdan chiqadi bular. Qaysilarini ko'rsatamiz akajon? Xo'p, hozir bunga keladigan bo'lsa, mana ularga keladigan bo'lsa, mana bu narsa yo'q bo'lsa 5,5 million so'mdan ketaveradi. Mana bu narsani qo'yib shoxlarni qo'yiladigan bo'lsa 500 ming so'm farq qiladi, 6 million so'mdan chiqadi. Agar yo'q, menga shox kerak emas, menga mana bunaqa o'zini bo'lsin desa 5,5 million so'mdan. Xo'p, buniki ham xuddi shunaqa. Bo'lgan. Buni dizayneri boshqa, buni dizayneri boshqa. Yo'q, menga stokasini ingichkaroq qilib turib, menga 5,5 million so'mdan mashina o'zi qilib chiqarib ber deydiganlarga mana unisi bor. Juda zo'r yoqdi menga. Mana stokasini 8 ga 8 bo'ladi. Stokan 8 ga 8 bo'lgan hisobiga 10 ga 10 bo'lmaydi. Menga qo'shilib ketadi. Puli bir xil 5,5 million so'm bular. Bir xil 5,5 million so'm. Mana unisi bir 6 millionlik jarayon. Nimaga desangiz, menga qo'shilgan. Mana narsa yo'q bo'ladigan bo'lsa 5,5 million so'm ketaveradi. Buni ham ko'rsatsangiz bo'ladi yaqinroqdan. Chiroyli. Juda chiroyli chiqqan bu ham. Bu bog'. Menga bundan bagatiroq bo'lsin deysa, oldilari mana chiroyli fasonlari bor. Oldilari mana. Juda chiroyli mana. Hech qancha farqi yo'q yerga tegishga. Ko'rasizmi, bir qar 25 sm oldilari.
Juda chiroyli chiqqan. Bu ham 5,5 million so'mdan ketaverdi bu ham. Aka, misol uchun sizga zakaz qilishadigan bo'lsa, o'zlarining razmerida necha kunda tayyor bo'lishi mumkin? 2 hafta tayyor bo'ladi. 2 hafta. Uzoq 2 hafta tayyor bo'ladi. 2 hafta tayyor. Bu ham 5,5 million so'm. Bunisi ham 5,5 million so'm. Hozir men sizga bitta hammasini hali tushuntirib chiqsam 1 soatdan o'tib ketib qoladi. Undan ko'ra tez videoni olyapmiz. Albatta, albatta. Hop, bunisi bor 3 ga 2,5. Buni ham dizayneri boshqacha bo'lgan. Mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Darvozanikidan vibraligacha qo'yilgan. Ko'rsating yaqindan bu yoq taraflarini ham olib. 3 ga 2,5, 5,5 million so'mdan chiqqan. Hop, ishonsangiz hatto orqa taraflariga ham chiroyli qilib ishlov berilgan. Ko'rsatsangiz bo'laveradi orqa taraflardan behijolat. Mana akalar. Haqiqatda akamiz aytgan. Behijolat hamma taraflama. Ko'ngilda ishlangan. Hamma taraflama. Bunisi ham 5,5 million so'm. Ko'rsating, oldilari ham juda chiroyli chiqqan buni ham. Shokoladli svetda bo'lgan. Bunisi ham 5,5 million so'mdan amal. Bu ham o'zgacha bo'lgan, chiroyli, rangida, boshqasida hammasi bir-biriga o'xshamaydi. Bittasini screenshot qilib tashlashadi, men mashinani yasab beraveraman 5,5 million so'mdan. Hammasi bo'ldi aka, siyomni yig'iladi. Gap yo'q. Mana buni qaranglar. Bunisi bor 5,5 million so'mdan chiqqan. Buni ham oldi boshqacha chiqqan, juda chiroyli chiqqan. Ko'rsatinglar buni ham. Kimga qaysi fason rang yoqsa qaranglar, hammasi. Aha, bunisi bor. Bunisi ham 5,5 million so'm. Jemshuk bo'lgan bularning rangi, lekin bularga nisbatan ko'proq material ketadi. Mana la kraskalari ko'proq ketadi, lekin 5,5 million so'mdan. 200 ming raziyasi bor, lekin 5,5 million so'mdan. Razmeri necha dedi aka? 3 ga 2,5 bular. 2,5. 3 ga 2,5. Bularniki kattaroq bunga qaraganda. Bu ham 5,5 million so'mdan chiqqan. 270 ga 320, 5,5 million so'mdan qo'yib buni ham. Bo'lsa xalqqa bo'lsin, maza qilsin. Shunaqa, bunisi bor. Bunisi ham 5,5 million so'mdan. Hop, ilkiga bunga moslab kachel olaman desa, shokoladli svet yotadi, siyomli bo'lgan. Bular ham mana. Mana, bemalol yotadi bular ham. Bemalol siyomli boltga akasi desa, boltga akasi qilib beraman. Pachimli bo'lgan bular mana. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Pachimli bo'lgan, siyomli bo'lgan. Bularniki 2 million 700 ming so'mdan chiqqan. Ustiga Lexan bo'ladigan bo'lsa, 3,5 million so'm bo'ladi. Aha. Lexan. Buni ham ming xili borda Lexan, original yaxshi Lexandan bo'ladi. Hop, bunisi bor. Bu ham 2 million 700 ming, 2 million 800 ming orasida o'ynaydi mashinalar. Aha. Banner bo'lgan bular ham. Bunisi ham shunaqa. Mana unga keladigan bo'lsa, mana 3 ga 2,5, kravatni o'zi 5,5 million so'm, bu 2 million 300 ming so'm, 2 metrli. Hop, yo'q, menga 1 metr joyni chiqadigan joy ochiq bo'lsa, xolasa bu yoq tarafdan, xolasa bu yoq tarafdan deydigan bo'lsa 6 million so'mdan chiqqan. 500 ming so'm oldiga qo'shilgan xolos mashinasidan o'ziga. 500 ming so'm. Aka, bizni qo'shni davlatlardan kuzatadiganlarga nima deysiz? Misol uchun, chegaragacha olib borib beraman. Oh, mana, mashalloh. Chegaragacha olib borib beraman. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston. ha, chiqarib beraman o'sha taraflarga ham. Kargo orqali ichib olib ketishyapti. 4 ta, 5 ta olib sotavlar bor o'sha taraflarda ham. Ular ham olib ketishyapti bizdan. Alloh rozi bo'lsin. Hop, bunisi bor 6 million so'm. Oldi yopiqlar 6 million so'm. Mana, mashina ham juda chiroyli chiqqan. Bunisi ham juda chiroyli chiqqan. Nimaga desangiz, mashina narsani o'ziga ham 100 ming so'm raziyasi bor. 100 ming so'm qo'shtirib olsam bo'ladi, yo'q, unaqa narsa kerak emas. 6 million so'mdan. Mana, qaranglar. Gap. Lekin juda chiroyli, pishiq qilib ishlangan, hamma taraflama, cho'tka qilib. Aka, buni razmeri necha dedingiz bunisini? 3 ga 2,5. Lekin 3 ga 2,5 dan katta bular. Katta. Aha. Lekin 3 ga 2,5 dan sotaman. Bunisi ham 6 million so'm, bunisi ham 6 million so'm. Mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Rangi boshqacha. Kimgadir bunisi yoqadi, kimgadir bunisi, kimgadir bunisi. Haqiqatda bog'damiz. Mazza qiladigan. Hop. Bunisi bor mana. Hop. 3 ga 2,5. Stoker 10 ga 10 bo'lgan, dizayneri boshqacha, o'zgacha, ko'ryapsizmi? Hop. Shokoladli svet bo'lgan 5,5 million so'mdan bilaman. Kraskalar o'sha yaxshi kraskalar aka, o'chmaydi. Toza lak sepiladi. Lakli devo kraskalar bo'lgan. Aha. Bular ham razmeri 3 ga 2,5, 5,5 million so'm. 3 ga 3 qilib ber deydiganlarga 3 ga 3lar 6 million so'mdan chiqadi. Bunisi bor mana. Mashina ham juda ko'p, o'tkali juda ko'p sotganman. Bu yil ham juda ko'p zakazim bor. Pullarni bir xil, puli ham. Buni ham puli bir xil, 5,5 million so'mdan. Mana mashina narsalarga ham ahamiyat bersangiz bo'ladi mana. Bitta joylarga, hammasiga sifat bo'yicha. Juda chiroyli chiqqan.
Did bilandir. Bunga haligi nima deydi? YouTube'ga chiqargandan keyin buni chiqaraveraman YouTube'ga mana arzonroq qilibdi. Sifat bo'yicha ertaga talabga javob berish kerak. Ustiga odam chiqadi 10 talab. Ustiga chiqqaningizda tushib ketib qolib, yo bir boshqa liqillab tursa, u narsadan yomoni yo'q. U narsa yomoni yo'q. Do'stdan ko'p dushman. Bittasi keladi yomonlaydi, bittasi keladi zo'r deydi. O'shaning uchun hamma tarafini hisobga olib turib, cho'tka qilib chiqarib berganman. Alloh rozi bo'lsin shu ishlar. Qarang. Xo'p, bunisi bor 3 ga 2,5. Stokalar 10 gon 5,5 million so'm bo'ladi. Hop, bunisi bor. Mana stokalar 10 gon bo'lgan, o'shandan bo'lgan 6 million so'm. Nimaga mana bu narsani qo'yilgan hisobi 6 million chiqqan. Bunisi bor 5,5 million so'm mana. Mana. Yaxshi. Ichkarida ham high-tech fasonlarimiz bor. Ha, high-tech fasonlar bor, mana u bor mana. Puli bir xil 5,5 million so'm bo'ladi ham. Nimaga desangiz, mana bu narsani 10 gon brusdan bo'lgan, 10 gon brusdan mana bu narsalar 1.7 bo'lgan. Bu ko'rgani hisobiga tiq tegmagan, bargarga tegmagan, yotadi bular ham. Ustalari Lexan kansalargacha qo'yilgan mana, kansalargacha qo'yilgan. Hamma taraflama juda chiroyli chiqqan mana. Bular ham yotadi mana. 1.70 bo'ladi, skemeykasi 1.70. Bular ham yotadi. Yo'q, menga bundan boshqacharoq bo'lsin, shkolat svet bo'lsin deysa, mana shkolat sveti bor o'shani. Bu ham juda chiroyli, o'zgacha chiqdi. Yo'q, menga taxta emas, mana machalkaligi bo'lsin deysa, machalkaligidan qilib beraman. Buni ham machalkan 2 xil, 3 xili bor. 100 mingligi bor, 50 ming so'mligi bor. 100 ming so'mligidan qo'ygan, ertaga 1 yilga o'tirib qolmaydi. Pishiq, baquvvat xizmat qiladigan narsalarni qo'yilgan bularga. Lekin mana sifat bo'yicha ko'rsatsangiz bo'ladi. Hech qayerdan so'pi o'tib yo bir boshqa bo'ladigan emas. Sifati cho'tki chiqqan, hamma taraflama. Ishlov berilgan. Bitta joyda hali teshik qolib ketib, yo bir boshqa suv oqadigan joyi yo'q. Chiroyli qilib xizmat qilingan. Undan ham menga sal zo'r baquvvatroq bo'lsin, hamma taraflama mana skemeykasi ham kattaroq bo'lsin deganlarga mana bu narsa skemeykasi 2 metr bo'lgan. Skemeykasining o'zi 2 metr, mana 5 ga 5 dan bo'lgan. 5 ga 5. Ikkiga mana bu narsaga mana ko'rsatsangiz bo'ladi. List planka qo'yilgan. 3 qator tortilgan 3 ga 2 dan. Bu yoq tarafiga planka mana turibdi, pachimning tepasidan ham gladki yurgan. Syomniy bo'lgan bo'la ham, bo'ldiga yig'iladi. Juda chiroyli chiqqan. Hamma taraflama 2 metrdan choy qo'yadiganlargacha addenni qilib qo'yilgan, listlargacha 1.8 list qo'yilgan. Listigacha 1.8 bo'lgan, $550 chiqqan bular. Xo'p, bunisidan bor mana bunisidan bor. Shkolatli svet bo'lsin menga. Hop, mana bu narsa machalkali bo'lsin deydiganlarga machalka qilib ham puli bir xil 5,5 ming. Hop, buni ham puli bir xil $550 dan chiqqan bular. Buniki $550 chiqqan bular. Lekin juda chiroyli chiqqan. Rangi boshqacha buni mana. Bu ham rangi boshqacha. Gullarni qaranglar. Ha, rangi boshqacha. Bular $550 bular ham. Juda chiroyli, baquvvat bo'lgan. Bu ikkitasi bitta joyga chiqadi, Toshkentga chiqadi, Yangi O'zbekiston degan joyga chiqadi, ikkitasi. Ha, so'rimiz bilan bu, bitta joyga zakaz. Bu yerda juda ko'p zakaz. Zakaz. Juda ko'p zakaz bilan reklamaga bunaqa qilib chiqarib bo'lmaydi. Zakaz, juda ko'p zakaz. Yig'ib turibmiz, hammasini ushlab turibmiz bilan. Xo'p, keyin mana 3 ga 4 deydiganlarga 3 ga 4 razmer. 3 metrga 4 metr, lekin 3 metrga 4 metrdan katta chiqadi. 3.10, 3.20 ga 4.20 ga chiqadi, 8 million so'm bular. 8 million so'mdan chiqqan. 10 bittadan larga ushaydi bular, 10 bittadan. Yo'q, menga bundan ham menga stokalar baquvvat bo'lsa 13 ga 13 deydiganlarga mana narsa 8,5 million so'm chiqqan. Juda chiroyli narsa bu ham. Juda chiroyli. Yaqinroqdan ko'rsatavering, yaqinroqdan. Bexijolat. Sifat taraflama, hamma taraflama. Qaysilarni aytamiz aka? Hop, mana unisi bor mana. 3 ga 4 xom holat, polini qo'ymagan, poligacha bor. Bu ham zakat. Mana bu narsani mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta narsa ushadi. 5 ta. Lagasi, polni ushadigan narsa 7 ta narsa ushadi. 6 ta, 7 ta ikki tarafga ham qo'yganman. 7 ta bo'lsa, bu yoq tarafda 3 ta, bu yoq tarafda 3 ta. 10 bitta narsa ushadi. Jami 3 ga 4 polni o'zini. Ustiga chiqqaningizda likkilash bo'lmaydi. Nimaga desangiz, 20 ta odam chiqadi buni ustiga. Talabga javob berish kerak. Bu narsa. Bular ham bo'ldi aka, syomniy bo'lgan, 8,5 million so'm chiqqan. Bunisi ham 8,5 million so'm chiqqan. Nimaga desangiz, stokasi baquvvat bo'lgan, hamma taraflama ishlov bo'yicha cho'tki ish bo'lgan, hamma taraflama. Ish bo'yicha xudo xolasa zo'r. Chiroyli narsa. Chiroyli zakaz bu ham.
Bu ham zakaz, bunisi ham zakaz. Buxorogacha ketadi. Chingiz aka degan aka zakaz berganlar buni. Bu 3 ga 4. Aha. 3 ga 4 bo'lgan stokasi 10 ga 8 ga 4 bo'lgan. Bular ham 10 bitta narsa o'shadi. 8 million so'mdan chiqqan bular. Lekin juda chiroyli narsa chiqqan. Oldilari ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Oldilari ham juda chiroyli. Juda chiroyli. Agar menga stoli kerak deydiganlarga 2,5 metr stol 2 million 600 ming so'mga stolini qilib bergan. Bu ham zakaz mana. Juda chiroyli chiqqan. Zaparnashlargacha sepilgan bularga toza taxta. Xo'p, bunisi bor. 270 ga 320. Stokasi 13 ga 13 bo'lgan, 10 ga 5 bo'lgan, oldilari 16 lik bo'lgan. Ko'rsatsangiz bo'ladi. 7,5 million so'm chiqqan bular. Bu nimaga qimmat deydiganlarga hamma taraflama baquvvat narsa ishlatilgan. Qalin narsa ishlatilgan. Hamma taraflama. Hop, endi begzadagi ichkarida bor. Ichkarida endi haligi nima deydi? Bundan ham haligi chiroylilari, bundan ham o'zgacha bo'lsa, high-tech fason deydiganlarga high-tech fasoni bor mana. Zamonaviylarni yoqtiradigan high-tech fasonlarni. Yo, endi kimgadir bunisi yoqadi, kimgadir naqshli yoqadi. Har xil qilib chiqarish kerak. Odamni talabiga qarab chiqarish kerak bu narsalarni. Izlanish kerak. Haqiqiy o'tgan yil kelganmiz bu akamiz o'tgan yilgi narsalar yo'q. Hammasi yangilik ekan. Yo'q, o'tgan yilgi narsalar. Hammasi yangilik bular. Yiliga yangilik. Hammasi yangilik. Buni narsa bor mana 3 ga 2,5. 3 ga 2,5 oldi yopiq, high-tech fason bu ham. Aha. Stokalar 10 ga 10 bo'lgan, mana rushnoy bular. Hammasi rushnoy ish bular. Hammasi rushnoy. 3 ga 2,5 bo'lgan, lekin 3 ga 2,5 dan katta bular ham. Katta. Ha? 3 ga 2,5 dan katta 6,5 million so'm chiqqan bular. 6,5. Bundan agar menga yo'q, menga sal boshqacharoq qilib ber, arzonroq puli bo'lsin deydiganlar 5,5 million so'mga chiqsa bo'ladi. Bu narsani 6 million so'mga chiqarsa bo'ladi. Buni gruntovka nasib hamma narsani toza ishlatilgani hisobiga o'shaqa narxlarga chiqqan bular. Aha. Xo'p, mana bu bor, g'ildiralik bu mana. G'ildiralik juda chiroyli narsa mana. Juda chiroyli. G'ildiralik 3 ga 2,5, 5,5 million so'm. 3 ga 2,5. G'ildiragi addenni qo'shiladi. G'ildiraga 500 ming so'm pul qo'shiladi. Buni ham 3 xil 4 xili bor. Yaxshisidan qo'yib berganmiz. Uzoq xizmat qiladigan. 3 ga 2,5, 5,5 million krabatni o'zi mana g'ildiraga 500 ming qo'shiladi, 6 million so'mga chiqadi bular. Agar yo'q, menga lazerli bo'lsin, chiroyli narsa bo'lsin deganlarga mana bu narsa ikkitasi zakaz bular. Lazerli chiroyli bo'lsin deydi. Hatto mana bu narsa listni o'zini qo'ysam bo'lardi mana shu joylarga. Begzat aka chiroyli qilib gladkalardan aylantirib, juda chiroyli yaqinroqdan ko'rsatsangiz bo'laveradi mana. Chiroyli qilib chiqarilgan mana joylarni hamma taraflama baquvvat. Bu ham o'sha xizmat qilaveradi. Bu ham o'sha xizmat qiladi. Nimaga desan, mehnat ko'proqning hisobiga 6,5 million so'm chiqqan bular. 6,5 million. Ikkitasi bitta zakaz olingan, 5,5 million so'm bu. Aha. Bu ham juda chiroyli, o'zgacha chiqqan. Juda chiroyli, hamma taraflama. Xonadonni ko'rki bo'lar ekan mana. Shunaqa. Yo'q, menga 3 ga 2,5 bo'lsin, oldi ochiq bo'lsin. Oldi yopiqda ularga high-tech ko'rsatganim. Oldi ochiq. Mana xuddi mana mashina narsa chiqib beradi 5 million 700 ming so'mdan. Yo'q, menga 5,5 million so'mlik qilib ber desa, 5,5 millionlikdan ham qilib beraman. Lekin bir xil ko'rinish bo'ladi. Bir xil ko'rinish bo'ladi. Nimaga desangiz, bir xil ko'rinish desangiz, mana materiallar qisqaradi. Mana 3 ga 2 bo'ladi, 4 ga 2 bo'lmaydi. Mana 6 ga 4 bo'ladi. O'sha tarafdan bor bu yerda. Lekin bular hamma 8 ga 4 dan bo'lgan. 8 ga 4 bo'lganning hisobiga bu ham 5 million 700 ming jarayon mana. Kimgadir bunisi yoqadi, kimgadir bunisi yoqadi. Mana stokasini ko'rsating-da, stokani rangiga ham ahamiyat berilgan hamma taraflama. Agar yo'q, menga poli jimjimador yoqmaydi, menga tekis gladki bo'lsa, toza taxtadan qilib ber deydiganlarga mana narsa 6 million so'mdan chiqadi. Mana juda chiroyli narsa bu ham. Yillar xizmat qilib beradigan so'rilar gap. Bu juda chiroyli, zaparnasi sepilgan, laklangan, hammasini cho'tki qilib. Juda chiroyli, toza narsa. Yo'q, menga bundan ham baquvvat bo'lsin, bundan ham o'zgacha bo'lsin deganlarga mana narsa bor mana. Stokasi 13 bo'lgan, bu yoq taraflari 16 lik bo'lgan, hatto 3 ga 2 profil qo'yilgan. Bularga ham toza narsa ishlatilgan. 5 ga 3 qo'yilgan, darvozaga ishlatiladi 5 ga 3. Va kravatga ishlatganman mana. 5 ga 7,5 million so'm chiqqan. Alikafon bo'lgan, nirjeveka mana. Ko'rsatsangiz ham bo'ladi mana. Nirjeveka bo'lgan. Juda chiroyli chiqqan bu yoq. Xo'p, yo'q, menga bundan boshqacharoq bo'lsin deysiz, bundan boshqacharoq bor. Mana bu narsa 6 million 200 ming so'm chiqqan bular. Juda chiroyli chiqqan. Ko'rsatsangiz yaqindan mana joylardan ko'rsatsangiz bo'laveradi.
Juda chiroyli. Agar menga baquvvat bo'lsin, 3 ga to'g'ri bo'lsin, chiroyli chugundan qilib ber menga mana narsalarni. Nirjevika bo'lsa 13 ga 13. Qarasa, hamma narsa qo'yadigan narsani, xuddi cho'tki narsa qilib ber deydiganlarga 4 metrga 3 metr bo'lgan mana narsalar chugun. Mana narsalar chugun, nirjevika bo'lgan, hatto tegga ham chugun qo'yganman men unga. Chugun qo'ygan, bular $8 chiqqan bular. Nimaga qimmat deganlarga, mashinasi 4 tasam $100, $150 turadi. O'shani hisobiga qimmat bu. Bu ham juda chiroyli. Alikobon orqa taraflarida alikobon bor, oldi taraflarda alikobon bor. 10 bitta narsa o'shadi bular. Mana bu narsa bor mana. 3 metrga 2,5 metr, 6,5 million so'm chiqqan. Mana. Bu ham xuddi mana mashina kichkinasi 3 ga 2,5. Bu ham lekin kattaroq razmer. Kattaroq chiqqan bilan ham razmeri. Mana juda chiroyli, o'zgacha bo'lgan oldilari ham. Ikkiga mana g'ildiralik bor, mana g'ildiralik. Uchtasi bitta joyga zakazga ketadi. Uchtasi zakaz mana. 3 ga 2,5 kravat, stoli, unisi. Kravatni o'zi mana xuddi mana mashhur 6,5 million so'm. Ustilarida yana bitta ikkita narsalar bor, qimmatroq olingan bu zakasi. Lekin bitta ikkita ishlar bor, uspet qila olmay qoldim unga. Stolkalari ham mana. Juda chiroyli chiqqan 6,5 million so'mdan zakaz olingan. Bu tevasidagichi. Mana Hop tevasidagi 2,8 million so'm bu. 2,8 million so'm. So'riga moslab. Bu ham g'ildiralik. Bitta o'zimga, bitta bunga qilib menga chiroyli qilib chiqarib berdi. Ikkiga mana onalariga ekan mana. Onalarga ham yasab berganman mana. Alloh G'ildiralik mana. Ha, juda chiroyli. Juda chiroyli mana. G'ildiralik ketaveradi libojoga. Libojo tormizlarni bosib qo'ysangiz bo'laveradi. Tormiz bosib qo'ysa yurmaydi qadrdon. Juda chiroyli narsa bu. Juda chiroyli. Mana high-tech mana ikkitasidan ham zakaz olingan. Mana ikkitasi ham mo'ljali Qashqadaryoga chiqib ketadi, adashmasam. Bu ham juda chiroyli kacheli bo'lgan. Juda zamonaviy. Zamonaviy, juda chiroyli. Hamma taraflama. Juda o'zgacha. Juda hamma taraflama. Ikki mana ustiga Lexanlari ham, boshqalari ham bunga nisbatan boshqacha naryoq turgan kachalardan boshqacha 5,5 million so'm bilan bular puli qo'shilib ketaveradi. 6,5 million so'mgacha chiqarsa bo'ladi. 5,5 million bilan 6,5 milliongacha. Gap yo'q. Menimcha aka, aytgan mana bu yerda ming xil narsa. Ichkarida ham bor. Ichkaridagilar ochsa sig'amasdi bu yerga. To'g'risi gap, Begzod aka. Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin akamiz shuncha harakat. Aka qishi bilan o'zi harakat qilishda bahor. Qishi bilan harakat qilib tinganimiz yo'q. Nimaga desang, zakaz bo'ldi buni orasida. Zakaz 20 ta 30 talab o'zi sezon payti yo'q. Dagor qilgan jo'tlarimizga chiqarib yubordim, yo'qlarga chiqarib yuborgandan qolgani bu yerda. Qolgani. Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan mazza qilib yuboradigan manzarada. Juda chiroyli, o'zgacha hamma taraflama. Inshaalloh aka, xudo xohlasa ekrandagi nomlarga aloqaga chiqsa, tajribali ustalar kanalidan chiqyapmiz. Telefon qilishsa rasmlari bor, rasmlarni tashlab beraman. Juda chiroyli. Hamma tarafdan yaqindan tushgan rasmlarni videoda ko'rishgandan rasmni ko'rishgani ham boshqacha. Juda bo'lmasa kelishsa ham bo'ladi. Lolaga kel telefon qilsa 1 kilometr nari beri zapravkaning ichida telefon qilishaveradi. Bexijolat. Inshaalloh. Qadrdonlar, mana shu akamizning mehnatini kamdan kam inson o'zini ishiga uverenniy bo'lib, dadil, shag'dam gapiradi. Kamdan kam insonlar. Mana shu akalarimiz necha yildan beri tajribaga ega, o'zini ishini ustasi, mutaxassis, ishi sifatli. Shuning uchun tajribali ustalar kanali shu yerda. Bitta laykni bosib qo'yinglar, mana shu mehnatni qadrlab. Mana shu mehnatni qadrlab, mana shunday qilib layk bosgan qo'llaring muborak Kabatullohni ushlasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz xuddi mana shunday musaffo bo'lsin.